Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz xurram yostiq tikishni o'rganamiz. Mana bu o'zimiz toza Samarqand baxmali. Eni 50, bo'yi 1.60. Hozir shuni qanday tikishni o'rganamiz. Buni ikki buklaymiz. O'rtasidan bo'lib olamiz. Teng qilib bo'lib olamiz hozir. Mana teng qilib o'rtasidan bo'lib olamiz. Bitta tomoniga popik bo'lsa popik yoki arqon bo'lsa arqon qo'yib bir-biriga tikib chiqamiz o'rtasiga. Mana o'rtasi tikiladi. O'rtasini tikib, mana bu joyga e'tibor bering, oxirigacha tikvormang. Keyin bir-biriga biz tepasidan uchiga ulaymiz. Mana bu holatda. Mana shunday. Mana shunday bir-biriga ulab mana shu holatga keladi. Mana bir-biriga ulangan holati. Ulaganingizdan keyin buni ag'darasiz. Ag'dargandan keyin mana bu ulangan joyi. Endi nima qilamiz? Endi mana shu joydan mana ip yoki rezinka o'tkazish uchun ikki chekkasidan, bu chekkasidan ham, bu tomonidan ham tikib chiqamiz. Mana tikib chiqdik. Mana ip yoki rezinka o'tkazish uchun joy qoldiramiz. Ikki tomonda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ikkita tomondan faqat bitta tomoniga ip o'tkazib, yaxshilab ipini tortib, qattiq boylaymiz. Bitta tomon ochiq qoladi. Buning ichiga yoki sintifon yoki xalafaydir. Maslahatim xalafaydir solgan yaxshi. Birinchi nav xalafaydirni solgan yaxshi. Ham yumshoq emas, ham qattiq emas. Yostiq uchun birinchi navdagi xalafaydirni solganingiz yaxshi. Sintifon ham yaxshi. Sintifon faqat u tez yotib qolishi mumkin, xalafaydir esa yotmaydi.